ba'zan keyin hozir vaqt emas, pul bekor ketadi deyiladi. Lekin keyin vaqt bo'lmasligi mumkin. Oilasiga vaqt ajratish kerak, safar chiqish kerak. Xoh shahar tashqarisiga, xoh chetroqga, xoh chet elga, lekin oila bilan qilish kerak. Chunki oilaga qilingan har bir xarajat baraka. Bu isbotlangan formula desam bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, ichingizda eng yaxshilar oilasiga mehribon. Demak, men eng yaxshilarman deb aytganlar. Shuning uchun azizlar, bilaman, ko'pchilik aytadi, pul bo'lsa qayerda dam olasan deydi, lekin pul topiladi. Chunki pul bo'lmaganda ham niyat qilsangiz Alloh yetkazadi. Oxirgi pulingizga, oilangizga sarflaydi, mo'jiza bo'ladi, yana baraka beradi. Men o'zimda ko'p bor isbotlandim. Shuning uchun oilam bilan ko'p safar qilishni yaxshi ko'raman. Chunki farzandlar bilan birga bo'lamiz, ko'p narsalarni o'rganamiz, bularga orzu qilish, yangiliklarni o'rganish. Chunki yoshligimizda adamlar bizani ham dasa hikoyalar aytib berardilar, priключениyalar aytib berardilar. O'zlari bilan poxodga chiqardik. Hozir bo'lsa mana bolalarimiz shu narsani o'rgatyapmiz. Chunki zamon o'zgardi. Bizning paytimizda otalarimiz ko'p vaqti bo'lardi bizga ajratishga. Kechalari kompyuter, telefon, internet bo'lmagan. Hozir biz hammamiz ishda, kech qaytamiz. Oilaga vaqt shu safarda ajratib, farzandlar bilan ayniqsa mazza qilib gaplashamiz. Ko'p narsa o'rgataman, tushuntiraman. Shuning uchun 35-40 ga to'layotgan otalar sizlarga tavsiyam. Vaqt ketmasdan avval vaqtingizni ajratinglar. Pulingiz ko'payadi. Oxirgi pulim oylik yashaydigan odam ham safarga imkon topsa, niyat qilsa yetkazadi Alloh. Oxirgi pul sarflang, mo'jiza bo'ladi, yana keladi.